Assalomu alaykum. Beginner darslarimizga xush kelibsiz. Bugun ikkinchi dars va biz bu darsda noun haqida gaplashamiz. Noun bu o'zbek tilida ot, ya'ni minadigan ot emas, bu so'z turkumi. Sodda qilib aytganda bu ingliz tilidagi so'zlarning bitta guruhi. Endi bu guruhga qanaqa so'zlar kirishini mana shu 3 ta savolni berib topib olsak bo'ladi. Ya'ni kim, nima va qayer. Aytaylik kim? O'qituvchi, teacher. Kim? O'quvchi, student. Kim? Doctor. Doctor. Yoki nima? Ruchka, pen. Nima? Telefon, phone. Qayer? Maktab, school. Qayer? Tashkent. Darsimiz ikkinchi qismida biz nounning shakllari haqida gaplashamiz. Nounning ikkita shakli bor, ya'ni birlik va ko'plik. Birlik shakli shu bitta bo'lganda ishlatiladi, bitta kitob, bitta ruchka degan ma'noda. Lekin ko'plik shaklida biz nounga s qo'shimchasini qo'shamiz. Buning ma'nosi o'zbek tilida lar degani. Misol uchun ikkita kitoblar, 2 books. 10 ta ruchkalar, 10 pens. Endi ba'zida biz s ning o'rniga es qo'shimchasini ishlatsak bo'ladi. Buni ham ma'nosi lar degani va qachon ishlatiladi? Qachonki so'zimiz oxiri s, sh ya'ni sh, ch, ch, x, h harflari bilan tugasa, unda so'zimizga s emas, es qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun aytaylik 10 buses, 2 dishes, 3 watches, 5 boxes. O'tilgan dars bo'yicha foydali mashqlarni bitta faylga yig'ib, Telegram kanalimga joylaganman. Link orqali kirib foydalansangiz bo'ladi.